fayz degan so'z bor-ku, xuddi shu joyga kelib qoldim akalar. Bu uchastkani bitta ko'ringlar, kelib ko'rsanglar bo'ldi. Shunda fayzliligi o'zi bilinib turibdi. Bitta kirganimda sirazi bilindi-da. Shunaqa fayzli uchastkaga kelib qoldik. Uchtepa tumani Birlik Sharof ko'chasida joylashgan 438 sotixlik yer maydoniga ega bo'lgan mana shu tayyor patkulch. Aka, bu uchastkani bosib olmasangiz bo'lmaydi-ku, menimcha ko'ryapsizmi? Juda ham mehr berilgan uchastka ekan. Ana endi mana bu ko'chalarni ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla, yon atrofdagi uylarni qaranglar. Kiraverish darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. Ikkita avtomashina bemalol sig'adigan joyi ko'rishimiz mumkin. Keng, katta hovlisi, to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. O'rtada katta zeleniy zonalarni ko'rishimiz mumkin. Bitta mevali daraxtlarni ekib qo'yib, shunaqa vid berib turibdi hovlisiga. Akalar, aylanasiga imorat joylashgan bo'ldi. Kiraverish chap tarafdagi binoni o'zida bitta katta zal mehmonxona va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ham joylashgan bo'ldi. O'ng tarafdan bitta ko'rsatib beraman. Kiraverish ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan bo'lsa, uni yonginasida katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqni ayollar uchun mehmonxona sifatida foydalansanglar, uni yonginasida ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona joylashgan bo'ldi va alohida sanuzollarni ham ko'rishimiz mumkin. Hovli etagidagi binoni o'zida bitta oilaviy dam olish xonasi va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini sanuzoli bilan joylashgan bo'ldi va eng oxirgi xonamiz bu katta zal mehmonxonani ham ko'rishimiz mumkin. Yorqin remontlarni ko'ryapsizlarmi? Svejiy holatda. Bu hovlini bosib olmasanglar bo'lmaydi-ku, ko'ryapsizlarmi? Mehr berilgan uchastka shunaqa fayzli uy ekan. 240 ming dollarga qo'yganmiz narxini. Albatta kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.